2021-yil sentyabr oyining oxirlari. Biz ish faoliyatimizni boshlagan kunlarimiz 2021-yilda sentyabr oyining oxirida birinchi sovg'amiz va birinchi xonadonga tashrif buyurganmiz. Oradan 3 yil masofa 2024-yilda mart oyining oxirgi kunlarida oxirgi sovg'amizni berganmiz. Oradan 3 yil o'tdi. 3 yil orasida 3000 dan ziyod xonadonga kirib xursandchiliklar ulashdik. 3000 dan ziyod otalarimizni, onalarimizni tabrikladik. Chiroyli duolar oldik. Mana shu kelgan xonadonimizga mana 3-marotaba kelishimiz. Onalarimizni umri uzoq bo'lsin. 3 yildan beri tinmasdan shukrona kunlari bilan tabriklab yuramiz. Biz mana 2025-yilda may oyidan yana o'zimizni ish faoliyatimizni boshladik. Inshaalloh endi bemalol shukrona kunlarga buyurtmalar bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki telefon orqali aloqaga kirib buyurtma bersalar bo'laveradi. Bizning sostavimizda gitaralarimiz, живой gullarimiz, hamma yo'g'imiz bor. Bizda buyurtmalar asosida yetkazib berishlar mutlaqo bepul. Xo'p, 3-marotaba kirishimiz. Bundan 3 yil oldin ham kirgan edik bu xonadonga. Assalomu alaykum. To'g'riga kira olamiz. Har doimgidek shu xonadonga yana assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzingmisizlar, tinchmisizlar? Charchamasdan shukrona kunlar muborak bo'lsin. Sog'lig'ingiz yaxshimi, hojiona? Tinchmisiz? Yuribsizmi? Nechinchi kirishimiz? 3-chi kirishimiz bu yil. Qarang, Alloh umringizga, rizqingizga baraka bersin. O'g'lingizni nomidan. Bu safar o'g'lingizni nomidan keldik. Mana. Sovg'alar bilan hozir bir qator tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bunisi Malika opa. Malika opamiz, o'zingizmi? O'tgani shu opam buyurtma bergan edi. Qani, onani berdi. To'ppaga. Xo'p, buni ichida har bittasini yozuv bor. Bularni hozir keyin bo'lishib beramiz. Keyingisi Rozi opa. Qani Rozi opamiz? Kiriyo opa, nima u yoqqa turib oldinglar? Kiring opa. Mana. Xo'p, keyingisi, chaqirsak. Opam deyilyapti, Mohir opa. Mohir opa, sizmi? Mana. Xo'p, ko'rinchisi yana bitta opam deyapti, Matlub opa. O'rniga sizmi? Xo'p, bu yerda yozilyapti. Onamga deyapti. Ona? Keyingisi yozilyapti. Xudoga. Xudamiz kim? Atini bildir ekan, xudoga deb yozib qo'ydik. Bu Iroda kim Iroda? Mana sizmi? Mana buni sizga. Xo'p, keyingisi Dona opa. Dona opa, sizmi? Hali bitta o'yinlarni singari bo'lyapti, ha? Sizmi o'tgan? Moladash opam o'zi biladi kimga berishdi deb shunaqa deydi. Yozilganlarni berdim, qolganini o'zi bilas ekan kimga berishdi. Xo'p, endi ona hozirgi kunda juda mashhur bo'layotgan mana Mukashshaful klub kitobi. Mushkan maratir, zamzam suv, mana u juda kerakli narsa, juda kuchli narsa, juda kerakli narsa. Elektron va plastik tasbih, yosin kosa, mushkoq, xina surmalari, mana buni tagida o'zini janamozlari ham bor. O'zga boshqachalarni olib keldik. Bu safar yana boshqachasini olib keldi. Turibdimi o'tkazgisi? Qani mashina ham olib qo'yinglar. Mana. Ona chiroyli qilib sovg'alarni olib keldik.
duo qilib beramiz. Onajonim sizmiş zabanı ve ala o ayeti ashabı ecmein bir rahmet ya Rabbim. Ya Rabbim bir nimetleri barchasiga beadad shukrlar qildim. Üstümüzü bundan ziyade dasturxonimizda kısfatli yurtimizni birinchi barobar qildim. Shu sovg'alarni qilib olib kelgan o'g'illarimizni ham umrimiz arisini ulug' qilgin, iymonga boy qilgin, boradigan yo'llarini hamisha ka'ba yo'llari qilgin, zakotli sahih boylardan qilgin Allohim. Shu sherzodli yo'l bilan yuzimiz arisini ulug' qilib, iymonga boy qilgin, qo'shgani bilan qo'sha qarib farzandlarini rohatlarini ko'rib yurishlik nasib aylasin. Bizga naqsa Alloh 100 daraja ortiq bilan bergin, o'zining o'rinlarini huzur barokatlari bilan to'ldirib qo'ygin. Yana elga shukrlarga ham qatorlardan xato bo'lmay yetib borishlikni Alloh nasib aylatgin ilohim. metin bardosh Kelasiga endi unaqa narsalar o'qirdik, qo'ydik. Kelasiga endi Alloh o'zingizni farzandlaringizni qabul qilsin. Hajga jo'nashdik-a. Umraga borib keldik-a. Endi hajga navbat ekan. Alloh qodir qilsin. Alloh bolalari bilan boshini o'zlari ham ilohim hammasi qo'shgani bilan qo'sha qarib ilohim boradigan yo'llari kabi yo'llari bo'lsin. Ashadlarda barcha amallarni bajarib kelishlikni nasib aylasin. Bular sizlarga ham tan joyinglar sog' bo'lsin. Iymonga boy qilsin. Hamisha kuch-quvvat bersin. Elda xizmatida bo'lib yurishlikni Alloh nasib aylasin. Sizlarni duoinglar, elni duosi bilan mana biz 4 yildan beri ish faoliyatimizni olib boramizda. 4 yilda orasida 1 yil dam oldik mana. 24-yildan beri hali bitta xonadonga bormadik, dam olish bo'ldi. Mana shu onalarimizni, otalarimizni duosi bilan chiroyli qilib mana o'tgan yil umralarga borib keldik. Onamizni oborib. Deganim duo yaxshi narsa-da. Shuning uchun doim kirgan xonadonimizda duo qilib bering bizga deb biz ham o'zimizga duo olamiz-da. O ana mana shu gap bekorga emas ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshiliklarni ko'rishaylik. Xo'p, salomat bo'linglar. Rahmat.